Eng arzonda sizlar arzon narxda Malibu 2 Premier avtomobili 2021-yilda ishlab chiqarilgan 63 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Rangi oq, jemchukmas, krugoy tonirovkalarda hadovoylar qilingan ekan. Balon holatlari zo'r. Yurib turgan mashina tayyor, toza Premier. Sostoyaniyasi вообще tiniq ekan. Salon hadovoy, motor korobkada umuman ish yo'q ekan. Mana bu ruli, mana bu richagi, mana patoloklari polniy alikantara qilingan ekan. Salon holatlari ham chotki sostoyaniyada, ko'jalarigacha tiniq bo'lib turibdi. Obshipka holatlari ham zo'r holatda. Qiriladigan joylar laminatsiyada. Bitta mana ishi polniy sepilgan ekan. Kalenkasida 2 qarich pitnosi bor ekan. Xo'p, sostoyaniyasi zo'r. Olib haydash uchun bagaj holatlari hamma yog'i ideal sostoyaniyada. Toza Premier, Abduf Abagrev hammasi bor. Orqalarida ham Abagrevlari bor. Mana mana shunda, mana shundoq pitno tushyapti. Shundoq pitno tushgan. Qolgan joyi toza ekan. Eng arzonida 20 ming 700 bosib yuboringlar.